Qochishim kerakligini aytdi. Seni tashlab keta olmayman. Tushunyapsanmi? Tur o'rtoq. Menga qara, oilam senga omonat. Bor. Men do'stimni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Sodiq 14 yilga kirib ketdi. Lekin meni sotmadi. Sodiq kirib ketgandan keyin sizlardan xabar ola olmadim. Sababi qidiruv dedim. Asosiysi, do'stimga va'da berganimdek, doktor bilan ko'rishib davolanish uchun kerakli pulni yetkazdim. Rahmat. Sizga ishondim. Sizlardan xabar olib turish uchun kerakli odam yolladim. Assalomu alaykum, Sardor aka, tinchlikmi aka? Nima bo'ldi? Gapimni eshit. Sodiq akangni eshitdingmi? Tiqib qo'yishdi. Voy, yaxshi bo'lmabdi-yu, bekor bo'libdi. Men buni olasan-da. Sodiq akangning oilasida nima kamchilik bo'lsa, qarab turasan. Tushundingmi? Uka, cho'tga qarab turgan. Seni o'zim xursand qilaman. Xo'p bo'ladi, aka. Nimadir bo'lsa o'zim aloqaga chiqaman. Xo'p. O'zim qidiruvda bo'lganligim uchun do'stimga meni bezovta qilmasligini aytib, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Sodiq, mendan xafa bo'lma. Meni boshqa bezovta qilma. Sodiq meni noto'g'ri tushunishini bilardim. Lekin boshqa ilojim yo'q edi. Oradan 7 yil o'tib, onangizlarning olamdan o'tganlarini eshitib, qidiruvda bo'lsam ham yetib keldim. Ularning tobutlarini ko'tarish nasib qilmagan bo'lsa ham, janozalarda qatnashish nasib qildi. Shunisiga ham shukr. Zebo, singlim. Endi akangiz o'rnida akangizman. Mazza qilib o'tirdik-a. Endi bir diskotekaga bormaymizmi, ha? Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, cho'tki. Mana shu o'tinglar. Vodka o'zingni ham qo'shib yozganmisan? Nima libos? Qo'llarida. Bu nima qilganingiz? Oling qo'lingizni. O'zingni bosu. Sani ham sening bordir. Ahmoq. G'alati ekan-u, lekin zo'r narsa ekanda. Yaxshi narsa ekan. Ha? Qo'samu. Ha? Voy. Voy. Heza Leyla. Zebo, singlim. Bor gap shu. Mushik, men seni noto'g'ri tushunibman. Do'stim. Meni kechir. Alo. Chiqibsanmi? Kim bu? Esingdan chiqarma, men seni tinch qo'ymayman.